Yaqin o'tmishda bu inson o'ynagan hamma kino topga chiqqan va har bir kinokartina kassabob deya e'tirof etilgan. Umid Iskandarov, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, qadrdonlar. Siz yaxshimisiz? Rahmat. Umid aka obraz loyihasi va bu loyihada biz sizni o'sha eng mashhur rollaringizni, obrazlaringizni birma-bir eslaymiz, tomoshabinlarga ham eslatamiz. Bo'ldi. Men Demak, tayyorman. birinchi bo'lib, adashmasam sizni birinchi filmingiz bu Tuzoq. Tuzoq. Bilasizmi, birinchi filmim ikkita parallelniy boshlangan. Aslida eng birinchi meni taklif qilib, bosh ikkinchi qahramon deydi, Bobur Yo'ldoshev bilan birgalikda bosh qahramonlar bo'lib chiqqanmiz. Bu qasd filmi edi. Shu filmda tushayotganimda qaysidir bu filmda ham ishlayotgan odam meni tavsiya bergan va davlatimiz tomonidan olinayotgan Tuzoq filmiga parallelna menga taklif tushib qolgan. Va u yerda ham shunaqa ikkinchi darajali qahramonni obraziga chaqirishgan Tuzoq. Endi Tuzoqda men uchun juda qiziqarli voqealar ko'p bo'lgan. Shuning uchun birinchi kartinalarim ikkita bo'lgan. Tuzoqqa mana hozir aytyapsiz, qiziqarli joylari ko'p bo'lgan. Aynan qiziqarli qaysi sahnalarni eslaysiz, qaysilarini tomoshabinlarga eslatishimiz kerak? Bilasizmi, sahna bu bitta anaqa nima deydi, dubllar, o'sha har bitta tayyorgarliklar u o'ziga yarasha, lekin eng qiziqarli tomoni shundaki, o'zbek kino bizani Qo'qonga olib ketgan. O'sha kinodagi hamma qahramonlar, epizodda o'ynaydigan aktyorlarimiz, o'sha butun jamoa Toshkentdan chiqib Qo'qonga borib, bitta butun gostitsani egallab, o'sha yerda yashaganmiz 20 kun, bitta oila bo'lib. O'shaning uchun qanaqadir qadrli bo'lib qoladi. U yerda Ulug'bek Yunusov, Bositxon Rahmatov, Farhod Badalov, Nigora Karimbayeva, rahmatli Baxtiyor aka, bilasizmi, juda ham ko'p aktyorlarimiz ishtirok etishgan va birgalikda ustozlar bilan To'xtamurod aka Azizov ko'p aktyorlar bilan birgalikda bir yoqadan bosh chiqarib, ya'ni birinchi kartinam uchun ham menga bu dars sifatida, o'rnak sifatida bitta joyda ovqatlanasiz, bitta joyda suhbatdasiz, ularga qarab o'sha tayyorgarlik, o'sha katta sahna deymiz-da. Buni baribir ham million auditoriyali kino baribir teatrdan anaqaroqda, zritelli ko'proq bo'ladi. Shuning uchun men uchun katta ko'mak bo'lgan bu. Ustozlar bilan bitta joyda yashash, ular bilan o'sha hazil mutoyibalar, o'sha anekdotlar birgalikda yengil kechib, o'zimni topishga qanaqadir katta yordam bo'lgan deb o'ylayman. Tuzoqda aynan. Ha, shunaqa. O'yin ichida o'yin. O'yin ichida o'yin, juda ham qiziqarli jarayon. O'zi meni Sherdor roliga chaqirishgan. O'sha paytda ham sal soqolim bor edi va sochim yelkamgacha tushib turuvdi. Bu bilasizmi, anaqa Samandarni Arzanda degan filmidan keyin bo'lgan. O'sha yerda ko'rib rejissyor meni Sherdorga zo'r tushar ekan shu bola deb, ana отрицательный герой deyshadi-yu ruscha qilib aytganda. Salbiy qahramonni chaqirib taklif qilishgan, bordim, ssenariyni o'qidim. Indamadim. Shunaqa tayyorgarlik ko'rdimki, endi professionalniy deyiladi bu narsa. Borib sochlarimni oldirdim, soqollarimni oldirdim. Menga bosh qahramon yoqib qoldi, O'ktam. De o'sha proba oladigan paytga o'sha ya'ni sinov, aktyorlarga sinov qilishadi-yu, hamma aktyorlar yig'ilganda men O'ktam bo'lib bordim. Ichki dunyosini ham tayyorlab, endi o'qib oldim, tayyorgarlikni ko'rib oldim. Lekin rejissyor Sherdorni kutyapti. Sherdorni kutyapti. Men aytdimki, men ikkalasiga ham topshiraveraman dedim. Sizlar u yog'ini keyin ko'rib aytvorarsizlar dedim. Tanlovda ko'p aktyorlarimiz bo'lgan, ko'p aktyorlar bilan birga bo'lgan. O'sha paytdagi top aktyorlar. Hatto Farruh Soipov ham taklif qilishgan, Ulug'bek Qodirov taklif qilishgan. Ulug'bek bilan endi finansiy, ya'ni o'sha pulini kelisha olishmaganmi, nimadir bo'lgan. Menga bu yordam bo'lib qolgan. Endi ulug' trendda payti. Keyin sinovlardan o'tdik. Qo'ng'iroq qilib, siz O'ktamni anaqasiga utvirdik qildik. O'ktamni roliga deyishdi. Deydi rejissyor ham, men endi qatdan Sherdorni topaman. Sherdorga anaqa edi o'zi, ana bir soqollar bilan ko'chani bir xuligan bolasiga ko'ryotgandik. Xarakteringiz ham to'g'ri kelardi. Qarang nima qildingiz, sochlaringizni olib tashlab, soqollaringizni olib tashlab deb. Keyin ikkinchi qiziqarli voqeasi, u yerda meni do'stimni, meni ukam o'ynagan. Muhammad Ali Iskandarov. U jamoa bilmagan biz aka-ukaligimizni. Ukamni mendan oldin o'sha xudojnik
bosh qahramonni do'stini roliga uni tasdiqlab bo'lishgan edi. Va men O'ktam roliga o'tib qoldim. Bir tomonlama yaxshi bo'ldi aka-ukaligimizni bilishmagani, chunki bilishganda baribir qanaqadir ichida aka-ukani o'sha bosh qahramonlar roliga olib qo'yamiz degan oxirigacha bilishmagan. Oxirigacha. Kinoni yarmidan kimdirlar bilgan, rejissyor bilgan, rejissyor oldin ham bilgan bo'lishi mumkin. Qolgan jamoa, operator misol uchun, prodyuserlar asosiy o'sha bizani tasdiqlaydigan odamlar bilishmagan. Titrga familiya yozishayotganda o'zi bilsangiz pasportlar beriladi. Ya'ni masalan Umid Iskandarov, tug'ilgan yilingiz, naqingiz, xullas hujjatlar bo'layotgan paytda Muhammad Ali ukamligini bilib qolishgan. Va rostdan ham zo'r tandem bo'lgan. Albatta. Tabiiyki tomoshabinlarga ham men yoqdi. bekitmayman, bu birinchi ishni boshlayotgan paytingizda o'zgacha tayyorgarlik ko'rasizda, o'sha yerdan qolib ketmay. Chunki chanqoq bilan bu shu kino olamida o'zimni ko'rsataman deb kirib kelasiz-ku. To'g'ri, u yog'iga susayib qolmaysiz, u yog'iga yana ham professional darajada ishlashni boshlaysiz. Lekin u olov ichingizdagi men yoraman, men zo'r o'ynayman degan anaqangiz pasaveradi. Bu yoqdan tajriba degan bagaj deydi-yu, tajriba ko'payib, sekin og'irlashib, bosqilashib, tanlashni boshlaysiz. Oldin misol uchun rasmlarimizni ko'tarib olib, casting yurib, o'zingiz taklif qilasiz. Keyinchalik sizga qo'ng'iroq qilib, sizdan vaqtingizni so'rab, sizni vaqtingizga qarab ish qilishni boshlashganda, sekin tushunishni boshlaysiz, o'zingizni qadringizni o'zingiz qadrlashni boshlaysiz. Shunaqa bo'ladi. Oqibatda Shohrux. Oqibat ham juda bilasizmi, u rolga ko'pchilik ko'rilgan u yerda ham. O'sha paytda to'plari ko'rilgan. Oqibatda men birinchi rad etganman. Men ssenariyni o'qiganman, o'sha davrlarda unaqa mavzular ko'payib ketdi degan bir ma'noda men rad etganman. Pulini ozgina kelisha olmaganmiz. Hech bo'lmasa pulini to'g'rilab beringlar. Bunaqa oilaviy mojarolar, oilaviy voqealar dedim. Ko'p mana Adiz Rajabov o'sha paytda filmning nomi esimdan chiqib qoldi. Xuddi o'shanga o'xshagan bir mavzuda yuzma yuzmidi? Yuzma yuzda ikkita Adiz. O'zim bilan o'zim. Xullas Sevara Soliyeva bilan o'ynagan. O'zimdan o'zimgachami? Yo'q, Sevara Soliyeva bilan boshqa edi. Ani ustiga bir kastrulkadan suv ag'darilib ketib, Sevarani yo'q bo'lib qoladi-yu. Shunga o'xshatib yuborganman. Keyin bilasizmi, endi domlalarimizga katta rahmat. O'qishni mana nima tomoni plus, o'qigan aktyorlar. Ya'ni u rolga bo'lgan podxod, unga rolga bo'lgan yondashish va uni yozilganda bir xil bo'lishi mumkin ikkita ssenariy. Uni ijro etayotganda har xil. Masalan, o'sha personajingizni boshqa xarakterdagi odam qilib, vaziyatda boshqacha решение nima bo'lardi? Qaror. Har bir vaziyatga har bir inson har xil qaror chiqaradi. O'shani yondashuvi, misol uchun qahramoningizni o'zgacharoq qilasiz, boshqacharoq qilasiz. Xarakter topib olishi o'rgatadi. Shunaqa. Va partnyoringizga katta narsa bog'liq. Agar partnyorda omadingiz kelmasa, film proval bo'ladi. Bu partnyorlarga ham, bu faqatgina bizni to'pdamiz, bizni eng zo'rimiz degani emas. Bu o'sha partnyorlarimizga ham katta rahmat. Har bitta chiroyli chiqqan rolimizda bu partnyorlarimizga alohida minnatdorchilik. O'sha 50 ga 50 qilingan совместный ishda bu. Shuning uchun oqibatda Zarinaga katta rahmat aytib qolaman. Zarina prodyuserligiga aytganki, shu insonni o'yin ichida o'yin filmini uyimdagilar ko'rishdi. Men o'zim ham ko'rdim. Men xohlagan bo'lardim shu inson bilan birgalikda ishlashni. O'zi u yerda aktyorlar guruhi ham zo'r. Shu qahramonni shunaqa obrazda ko'ryapman deganda, ham yomon ham yaxshi. Bilasizmi, meni obrazlarimda o'zi salbiy bilan ijobiyni chatishtirib o'ynayman. Kinoni boshrog'ida salbiyroq bo'ladi, bu yog'iga sal hayot ko'rgan bo'lib, sekin tushib ketadi. Ko'p obrazlarimda shu fintni ishlataman. Bu misol o'sha giroyga xarakter berayotganingizda qo'shish, mana ovqatga tuz qo'shasiz, zirvovor qo'shasiz, o'shanda o'zgacha mazza chiqadi. Rolda ham ozgina o'sha ideal yaxshi bo'la olmaydi odam, ozgina kasagi bo'ladi. Odamni sal bo'lsa ham yomon tarafi bo'ladi. Yomon har bir insonning, insonimiz-ku, o'shaning uchun yomon taraflariga ozgina urg'u berib qo'yish kerak bo'ladi. Uni ham did bilan tanlash kerak. Iflos odamlar bor. Masalan, bag'ri tosh insonlar, misol boshqa insonni bir taqdiriga
befarq bo'ladigan, birovni haqqini yeb qo'yadigan, birovni masalan o'sha juda bir katta gunohlar, kabira gunohlar bor. O'shani qiladigan insonlar bilan adashganlar bor. Adashganlardan chatishtirsangiz, o'shanda inson haqiqiy bo'lib ko'rinadi. O'shaning uchun oqibat filmi men uchun juda bir boshqacha, to'g'ri, oddiy, o'zimizni o'zbekona, vроде бы bundoq ko'rsangiz qiyin narsa yo'q, lekin aktyor uchun juda ham qiyin bo'ladi. U shleyfni ushlash, boshdan oxirigacha qahramoningizni ushlab turish. Chunki hayotda siz boshqa insonsiz, hayotda umuman boshqacha yashaysiz, boshqacha qarorlar qabul qilasiz, bu narsaga boshqacha qaraysiz. Lekin bu qahramoningiz yozilgan, uni obrazi bor. Faqat o'zingizdan ozgina o'sha ziravor degandek, ani o'zingizni shiringizni berib, chiroyli qilib ketishingiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun nima deyman, Hamid akam Toshpo'latov, Barno Qodirova, opamni rolini ijro etgan aktrisamiz va katta rahmatim eng mana shu uyg'unlikda ishlagan bu Zarina. Zarina молодец. Kelishilgan holda shu birga repetitsiyalar qilib, chiroyli qilib ishlaganmiz. Yana ham tabiiy chiqsin deb. O'shaning uchun bu film ham men uchun alohida e'tirof qilaman o'zim. Va bilasizmi, bugungi kungacha mana bu film chiqqaniga 15 yil bo'libdi. 15 yil bo'lgan bo'lsa, hozirgi kungacha 10 ta muxlisimdan 9 tasi shu filmni e'tirof qiladi. Hayotimda bo'lgan deydi bu narsa, mana taksiga o'tiramiz, bir joyga kirib qolasiz, omma bilan ko'rishasiz. Ko'pchilik shu filmga ovoz beradi, chunki hozir ko'rsa ham hozir maza qilib ko'raman. Bilamiz nima bilan tugashini, qanaqa bo'lganini, lekin sizlarni ijroinglarni ko'rib maza qilamiz deyishadi. Qayta ko'raveramiz. Shunaqa, o'shaning uchun men ham alohida e'tirof qilaman bu filmni. Rejissyorimiz, bu rejissyor bilan 2 marta ishlaganman, Aziz Umurzoqov bilan. Oqibat 2 deb nomlangan yana bitta film bor, lekin u filmning nomi o'zi boshqa. U yerda Muhammad Iso Abdulxayrov sudyaning rolini o'ynaganlar, 5 ta oilaning taqdiri haqida. Buni endi biznes sifatida prodyuserlar Oqibat 2 deb qo'ydi, yana ham kassalik bo'lsin deb. Nomi chaqirsin. Ko'pchilik u kinoga qattiq ahamiyat bermagani, ular o'shani davomini kutishib borishdi-da. Bu o'zi alohida film bo'lib, alohida o'zi yaxshi proyekt edi. U o'zini nomi bilan qolish kerak edi deb o'ylayman. Endi bu nazarim meni rejissyor va prodyuser sifatida. Lekin mayli nima bo'lsa bo'ldi. Lekin yaxshi kino, rostdan ham oqibat zo'r kino. Janob Qorovul. Janob Qorovul ham bilasizmi, komediyada o'zimni sinab ko'rish degan. Ko'p dramalarda o'ynadim, misol uchun jiddiy kinolarda o'ynadim. Va albatta aktyorlar shunaqa momenti keladi. Bu 2012-13-yillar, 13-yil adashmasam, shunaqa periodga keldim. Yiliga 4 ta 5 ta kinoda o'ynardim-da. Bitta komediyada ham o'zimni sinab ko'rsam. Komediyada qanaqa chiqarkin deb, agar eplolmasam boshqa komediyada o'ynamayman degan bir anaqa bor edi. Lekin bo'ynimga olib, tan olib aytaman, kino yomon chiqmagan, yaxshi, mavzusi zo'r. Komediyada baribir misol uchun nisbatan Alisher Uzoqovga, Jahongir Foziljonovga o'sha davrda liderlar edi komediyani va Iso akam, Muhammad Iso Abdulxayrov komediyada baribir qirol, improvizatsiya qiroli-da u odam. U odam bilan bitta sahnada turib, mana shu ishlayotgan paytingizda ozgina o'zingizni ham yo'qotib qo'yasiz. Kutilmagan burilishlar qiladi-da. Va komediyada epladim deya olmayman. To'g'risini aytaman, u boshqa kuch talab qilar ekan. Lekin muxlislaringiz yaxshi qabul qilgan-ku. Yaxshi qabul qildi. Men o'zimga yoqmadi. O'zim mazza qilmadim. Ya'ni menga yoqdi proyekt. Men jayam yomon o'ynadim deb o'ylamayman, lekin uddaladim, zo'r o'ynadim demayman. Chunki u rolni misol uchun men oldindan aytib qo'yay, men o'zi anaqa o'qiganman, rejissyorlik o'qiganman. O'shaning uchun rejissyordagi qaraydigan bo'lsa, u rolni boshqa bola ham o'ynab bergan bo'lardi. Unaqa qiyinchiligi yo'q-da. Mana shu zavodning xo'jayinini qorovul qilib qo'yilgan, bu unaqa og'irligi yo'q rol. Lekin proyekt o'zi yaxshi. Yaxshi insonlar bilan yig'ilganmiz. O'shaning uchun bu proyektni e'tirof qilaman nimaga? O'tdagi komandaga, boshqaga ming qilsa ham har bir qilgan mehnatingiz o'zingizni bolangiz singari-da. No, rollar ichida eng zo'ri deb bilmayman va men buni uddaladim deb o'ylamayman. Keyingisi komediyalarning ichida mana hozir baribir shunga kelasiz siz. Bu super qaynona filmida bir sirni ochib ketaman.
bir kunlik syomkamiz kuyib ketgan. Men tusholmaganman o'sha qahramonni. Shu mol doktori, onasidan qo'rqadigan, onasini bolasi deydi-yu, ana oyisini gapi gap uyda. Lekin xotinni yaxshi ko'radigan. Maminkin sinovchik deydimi? O'shani birinchi kun uddalolmadim. Ya'ni shoshilinch bo'ldi birinchidan. Taklif berishdi menga, men rozi bo'ldim. Said opam, Murod Rajabov, Alisher misolda, Sevara Soliyeva yaxshi komanda ishlayotgani uchun rozilik berdim. Bir kunlik syomkam meni butunlik. Javlon Shodmonov keldi, "Aka, xafa bo'lmaysizmi, bitta gap aytsam" dedi. Eplolmadingiz, короче. Bitta addushi shans dedi, ertaga yana bitta olib ko'ramiz dedi. Agar uddalolmasangiz boshqa aktyor olamiz, xafa bo'lmaysizmi deyishdi. Shunaqa darajaga bordim. Endi men bu narsadan uyalmayman. Meni tajribamda bunaqa chuqur komediyalar yo'q edi, hali. O'tda umuman boshqacha yondashishingiz kerak-ku. Men u bolani kechasi bilan kelib qidirdim keyin. Bu qahramonimni qanaqa qilib to'g'ri o'ynab bersam deb qidirdim. Ikkinchi marta bunaqa uyatli ahvolga tushib qolmay katta komandani oldida o'tda professional aktyorlar yig'ilgan edi. Va albatta yo'q, mana taqdir nasiba, mana hozir eng menga ham bir yoqadigan filmlardan bittasi. O'zim ham kulib bir narsalarni eslab ko'raman. Said opam bilan juda zo'r tandem bo'lganmiz ona bolaga. Sevara yaxshi tushgan. Eslaydigan voqealar juda ko'p. Har bitta o'sha qo'yilgan kadr, har bitta qo'yilgan epizod men uchun qadrli bo'lgan. Anu xotinini urayotganda qaynona maza qiladi-yu. Shunaqa. Qilib kirib qo'qiladi. Anu menga yoqadigan sahnasi juda chiroyli improvizatsiya bo'lgan. Said opam menga juda ko'p zo'r ko'mak berganlar va o'zimni anaqam bilan, ana hiding yoqmayapti, tur. Antga yotib ol deylar-yu, o'zlari qo'yib yubormaylar-yu xonadan. Yot deylar-yu. O'sha yerda ona bolani sahnasi menga qanaqadir boshqacha, anu hayotiyroq, bir originalliroq. Onalar o'g'lini tarbiyalab katta qilgandan keyin rashk qiladi. Rashk qiladi. Fikran, aqlan bilishadi, что uylandi, bu hayot bu, lekin yurakda eziladi, o'zi katta qilgan. Masalan, kimgadir berib qo'ygan, oq sut berib katta qilgan farzandini kimgadir berib qo'ygandek bo'lib, mana shunaqa tushunarsiz holatlar chiqadi. Va bundan xafa bo'lish kerak emas deb o'ylayman. Zaryadkam bering menga iltimos. Xo'p, Umid aka, rollaringiz, kinolaringiz ko'p-da. Mana shularga to'xtalamiz deng, chunki hammasiga to'xtala olmaymiz. Ko'rsatuv yarim soat, vaqtimiz yetmay qoladi. Hay qizaloqqa to'xtalamizmi yo'qmi? Hay qizaloq, menchi xohlasangizchi hammasi so'raganlaringizni gapirib beraveraman. Montajda keragini olib qolasizlar, kerak emasini olib tashlaysiz. Men xafagarchiliksiz bo'ladi-da. Xo'p, keyingisi xuddi shu yillarda Hay qizaloq. Hay qizaloq, Sanjar familiyasi nima deyman? Sanjar bilan ishlaganmiz-da, hozir shu rejissyorini ismi yo'qmi o'sha yerda? Yo'q, bu yerda yo'q. Shodiyev emas-da, Sanjar Shodiyev Bo'ri. Sanjar Sarvar aka Karimov edi. Yo'q, Sarvar emas, Sarvar operator bo'lganmikan, rejissyor anaqa bo'lgan. Sanjar xuddi Ruxshonaning eri bo'lardi-ku, bu kishi. Familiyalarini bilmayman. Mayli, qisqacharoq qilib, boshqacharoq qilib gapirib ketamiz. Rejissyor anaqa qilmas ekan. Ketdi. Sanjar Qadrbonimning familiyasini anaqa qilibman. Xullas, Hay qizaloqqa keladigan bo'lsak, rejissyori meni qadrdonim bo'ladi. O'zi u xudojnik. Kinolarda, ko'p kinolarda xudojnik bo'lib ishlagan. Biz birga ko'p ishlaganmiz oldin. Menga qadrdon inson bo'ladi. Film olyapman, aka, qahramonlar, yoshlar, studentlar haqida. Bitta kichkina doktor, Fransiyadan kelgan doktor obrazi bor. Endi siz aktyorlarning ichida eng importliroq anaqasi, yurish turishingiz, ana modnikroq. Hozirlikka o'xshaydigan. Ha, shunaqa, o'shanga bir kichkina rol bor. Munisa Rizayeva ham o'ynayapti. Shuni kelib tuzatadigan doktor. Kichkina bo'lsa ham shirali rol deyishdi. Mayli dedim, chista do'stona. O'tdan anu bir pul uchun emas, boshqa emas, ijod uchun shu do'stimizni birinchi kartinasiga hissa qo'shish masalasida borib, aylanib shu toqqa chiqib, shu rolni o'ynab kelganman. Kichkinagina незнакомый rol, lekin ko'pchilikning esida qoldi, ko'pchilik o'sha joyida qanaqadir xotirasiga mixlanib qoldi, chunki hamma hozir o'zbekcha gapiradi deb o'ylaydi. Kelib fransuz tilida gapirib qolganimda ko'pchilik kulgan va xotirasida qolib ketgan. Shunaqa. Bunaqa filmlarimdan ikkita. Hamroh filmida ham xuddi shunaqa bo'lgan.
komanda men uchun yaqin komanda. Xuddi shunaqa iltimos qilib berishgan. Adiz Rajabov bilan Yulduz Rajabova bosh qahramonlar oxirida bitta finalda bitta ko'rinish berib ketasizmi? Ravshan Norboyev degan rejissyor bor, nimaiki kinosi shu o't-o'tida ko'rinib berdi deydi. Ana talisman sifatida deydimi? Yaxshi ko'radi anaqa qilishni, shu qatga bo'lsa ham meni qo'shib ketishni xohlaydi. Buchi o'zi Gollivud yo'nalishi mana shu. Rostdan ham. U har bir olgan narsasiga aktyorlarni ham oxirgi olib qo'yadi. Albatta bitta ko'rib, lekin yarashtirib, nima deydi, bo'lar bo'lmasga emas. Haqiqatan yarashtirib, mabodo davomi bo'lib qolsa, siz haqingizda bo'lib ketishi mumkin degan narsani tashlab ketishadi. Shunaqa. Tushunarli. Aldangan ko'ngil. Aldangan ko'ngil Farhod obraziga adashmasam. Bilasizmi? Yaxshi film. Lekin oqibat emas. Lekin misol, даже super qaynona emas-da. Bitta shu anaqa tajriba uchun o'ynaganman, ko'zi ojiz bo'lib qoladi avariyadan keyin shu bolani shuni ifodalayman degan maqsadda chiqqanman bu kartinada. Ya'ni har aktyor har bitta proyektni nimadir uchun qiladi bu narsani. Qani qila olarmikin? Ha, shunaqa. Va super qaynonani komandasi bo'lgani uchun Jo'lon Shodmonov va uning komandasi deydi-yu, o'shaning uchun men rozi bo'lganman. O'ziga yarasha ularda yumor ham bor, ularda drama ham bor. Bu film o'ziga yarasha yuki bor film. To'g'ri, uni o'zini muxlislari bor, hozirgacha maqtab etadiganlar bor va Zarina o'ynayotgani uchun ham rozi bo'lganman. Yana bir tandem bo'lamiz. Tushunarli. Yollangan sovchi Akbar. Yollangan sovchi shunaqa xohishsiz o'ynaganman shu filmda. Shu filmda juda xohishsiz o'ynaganman. Suhrob Kenjayev. Kenjayev emas, Suhrob Kenjayevmidi? Hamz teatrida ishlaydi. Ukam endi institutdan aka-uka tutinganmiz, o'zi yaxshi aktyor. O'sha paytda endi bilasiz, kinoda top aktyorlarning orasida qo'shilib chiqib bir aktyor sifatida o'zini namoyonda etish og'ir narsa edi. O'zi rejissyor bo'lib, o'zi prodyuser topib, ssenariyni qilib bitta film qilgan edi, Musorchi haqida. Hayotim orzusi. Men u bolani filmini ko'rdim. Menga shunaqa yoqdi. Yo'qdan bor qilganda, bitta qalbi pok, toza insonni obrazida o'ynagan ham. Keyin ukam dedim, qachon kino olsang, chaqirsang o'ynayman dedim. Menga qilgan ishing yoqdi, rejissyorskiy ko'proq yondashur dedim. Mana o'zingga o'zing zo'r rejissyor bo'libsan dedim. Uni kamchilik uddalaydi bunaqa narsani. Va o'sha yollangan sovchi filmini keyin ssenariysini olib kelib, "Bana aka" dedi. Ikkita rolni bo'yini tanlab oling dedi. Bittasi dedi bosh qahramon dedi, ijobiy taksist bola dedi. Bittasi o'zi o'ynagan Suhrob bu. O'sha qizni aldab, alfonslik qiladigan. Men xohlardim, men bu yomon rolni o'ynab bersangiz deb iltimos qildim, aytdimki, ukam dedim. Ikkalasi ham og'irligi bir xil dedim. Bunisi ham, bunisi ham. Salbiylarni o'ynab boshlaganman, salbiy rollarim juda ham ko'p dedim. O'shaning uchun menga bir taksist rolini berur. U bu dedim, lekin muxlislarim tomonidan, masalan, ijodingizni kuzatib borib, aka boshqa unaqa rol o'ynamang. Men ishonmadim dedi. Sizni taksistligingizga, sizni tuzilishingiz, taksist haydab yurib, ko'zlaringizda hamma narsani ko'rgan, o'ziga to'q odam ko'rinib turadi. Ana oddiylik uncha anaqa bo'lmadi. Endi komediyada super qaynonalarda qanaqadir hazm qildik. Mol doktori, bir oila, yoningizdagi anaqalar bilan Said aka, Murod akalar bilan nima bo'ldingiz-ku, lekin betda dedi, shutda dedi, biz ishonmadik. Shu. Va kino yomon emas, aka. O'ziga yarasha ko'rsa bo'ladi. Hozirgi kartinalarni oldi, geniallik kartina deb hisoblayman. Shuning uchun men afsus chekmayman, lekin o'shanda xohlamay ishlaganman, lekin lavz qilganman-da, Suhrobga o'ynayman deb. Shuning uchun Xudo xolisa, men o'ylaymanki, kelajakda yana ishlashim bor bu bola bilan. Endi boshqacha yondashib ishlaymiz. Chunki men uni ijodini o'zini hurmat qilaman. O'jar kelin. O'jar kelin. Bu ham Jo'lon Shodmonov komandasi. Jo'lon aka bilan ko'p ishlagan. Jo'lon bilan endi yaxshi munosabatda bo'lganmiz. Jo'lonni qanaqa to'g'ri qilib aytamiz, bekitmaymiz. Jo'lonni har doim kino olsa topovoy aktyorlar bilan ishlaydi. Bilsangiz, bitta men emas, o'tda Alisher Uzoqov, Bobur Yo'ldoshev ham o'ynagan, Bosit Rahmatov ham, Ziyodalar ham o'ynagan. Ular proyekt qilsa, o'sha paytdagi trendda topda ketayotgan aktyorlar bilan ishlaydi. Bu katta yutug'i ularni va kinolari har doim kassabob bo'ladi.
masalan byudjet masalasida go's kartinalar bilan farqi bor. Ular ozgina pul tiqib ko'p pul ishlaydigan professionalniy biznesmen bolalarda ham ijodkor. O'shaning uchun Jo'lon bilan ishlash menga приятно bo'lgan har doim. Ya'ni finans tomonidan ham, kassovist tomonidan ham, har tomondan, media tomonda bu Jo'lon Shodmonov mediyniy rejissyor. U kinofestivallar yo qanaqadir bir narsaga da'vogarlik qilmaydi. Xalq ko'rib maza qiladigan jaydaricha oddiy, kam chiqim, kam xarj kinolar oladi, lekin zo'r aktyorlarni olib chiqadi. Tushunarli. Xo'p, keyingisi Qudamni ko'rmadingizni uni o'tkazib yuboramiz. Bitta ham jurnalist rolini o'ynaganman-da. Bu ham chista Jo'lon Shodmonov komandasi, olib kelib ko'rinib bering deyishgan. Loves bu ham tak Durdona nima edi familiya To'laganova Durdona. Xullas qaramchi. Rejissyori bilan yaqin edik. Durdona ham chaqirdilar. Bitta ko'rinib bergan. Bunda qarasam Alisher bor. O'sha paytda Mirzakam borlar. Boshida epizoddagi tuyuldi menga. 2 kunlik syomkangiz bor deyishdi. Chunki endi qarasam syomkani 2 kunligida emas ekan gap, bu yerda asosiy personajlardan bittasiga yoqdi menga. O'sha shartni qo'yadigan bolalardan ekan. O'shaning uchun rozi bo'lganman. Yaxshi pul berishgan ham. Endi to'g'risi puli uchun borganman va, конечно, anaqa emas. Shu personajim ham o'zimga yoqqan. Yaxshi o'zini topgan, biznesmen bola. Bu o'shaning uchun rozi bo'lganman. Mirzakam bilan ishlaganmiz. Shu sabr bilasizmi? Men o'zim uchun yana bir rejissyor bilan, kelajakda ishlaydigan rejissyorim bilan, to есть o'sha paytda kelajakda ishlaydigan rejissyorim bilan. Hozir ularga ham kelamiz, Ibrohim Rasulov. U yerda rejissyor Ibrohim Rasulov emas, u yerda filmni как badiiy rahbari deydimi? Badiiy rahbari bo'lganlar. O'sha nozik joylariga, ya'ni o'sha mentalitetimiz, oilaviy sharoit, kinoni ma'nosi buzilmasligiga tepadan qarab turadigan odam-da. Ibrohim akani biz bilganmiz, boshqa seriallarni ham ko'rganmiz, tanirdik, lekin birga ishlamagan edim. O'shanda men Ibrohim akani o'zim uchun ochdim bu kartinani. Ular zadachalar berishdi, misol uchun aktyorni nima, o'zi qahramoni kimligini tushuntirib bera olgan odam. Sabr ham menga yoqadigan film. Bunaqa oilalar juda ham ko'p bizada. Tabiiy, haqiqiy chiqqan bir kami dunyoda. Masalan, oila, sevgi, bola chaqa, yana bitta turmush, ona, sharoitda bu juda yaxshi kartina. Men o'ylaymanki, bunaqa kinolar bo'lish kerak deb o'ylayman. Bu yerda o'ziga yarasha xulosa chiqarib oladigan, chetdan ko'rib, o'zini o'zi ko'radiganlar ko'p. Bunaqa erlar yo'q emas. Misol, bo'layotgan sharoit, o'sha bolalarni rashqi, bu juda qiyin narsa. Shuning uchun bu kinoni ham e'tirof etaman. Yaxshi top 5 talik anaqasiga olib kiraman bu kinoni. Qo'y. Fatima va Zuhra 2 da ham bosh qahramon. Eng yaxshi ko'rgan filmlarimdan bittasi bu. Rahmatli Bahrom aka Yoqubov bilan ishlaganmiz. Zo'r rejissyor edi bu odam. Ishoning, rejissyorlarning ichida eng maza qilib ishlaganlarimdan to'plaridan edi. Mana 10 kun 12 kun syomka qilaman, bir oy tayyorgarlik ko'raman desalar, bir kun ham kech qolmay oladigan rejissyor edi. Ozgina insoniylik jihatida nuqsonlari bo'lishi mumkin. Biz insonmiz. Masalan, qayerdadir va'dalarimiz ustida turmasligi mumkin. Yo misol aktyorni oxirigacha olib kelib zamena qilib yuboradigan shunaqa rejissyor, misol uchun mana sizni probadan tasdiqlab, ertaga syomka deb turib, ertaga kelsangiz boshqa aktyorni olib o'ynatayotgan bo'lishlari mumkin. Shunaqa odam edi, lekin bilasizmi, u odam bilan ishlash mirriq ish edi. Nafaqat menga, Ulug'bek Qodirovga ham yoqadi. Yaqinda eslashib gaplashyotdik. Oxiratlari obod bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin. Yaxshi, ular bilan ham ko'p ishlaganman. Nimasi yoqadi shu Fatima Zuhra 2? Eng yaxshi ko'rgan filmim bu. Yaxshi, eng emas, yaxshi ko'rgan filmlarim o'sha to'plardan. Bu bilasizmi, hozirgi zamonda juda defitsit bo'lib ketayotgan narsa. Erkak kishini lavzi, erkak kishini upyortiligi, anu bir xohlagan narsasiga erishishi va uzoqqa ko'ra bila olishi. O'tdagi personajlarning kuchliligi-da, o'tda misol uchun qaynatasi, meni qahramonimni qaynatasi. Ya'ni o'sha Zarinaning otasini Tohir Saidov o'ynagan. Qanaqa sahnalari bor o'tda, ikkalasining suhbatlari bor. Gapni tegida gaplar bilan qizini baxti uchun qanchalik u odam xuddi shaxmat o'ynayotgandek, bilasizmi? Qizimni baxtli qilib, keyin bu olamni tark etaman degan
maqsadda u odam yashayotgani. Hech qanaqa hayotda boshqa interesi yo'q. Kichkina qizimni katta qizimga tashlab ketaman, katta qizimni esa yaxshi kuyovga tashlab ketaman degan maqsadi bor. Bu bolani esa qat'iyatligi, hayotda o'qimishli, bu har bir qizni ayolni orzusi. O'ylang, bunaqa kuyovi har bir xonadon orzu qiladi. Gapiga javob beradigan, erkaklik lafzi bor. Ayoli uchun qanchalik og'ir bo'lmasin, qanchalik qanaqa situatsiya bo'lmasin, turib beradigan bu qahramon bu bola. Men o'sha qahramonimni haqiqiy qahramon deb bilaman. Yoki tanishishini o'zini qarang bularni. Bularni tanishishi, keyin bu yordam qo'lini cho'zish, hozirgi zamonda oxirgi o'sha o'zini dasmayasini biznes qilyapti o'rtog'i bilan. Oxirgi pulini men Moskvaga borib nimadir olib kelishim kerak. U narsa meni biznesimni yurg'izadigan narsa. O'shandan voz kechib, o'sha pulni olib umuman 7 yot begona odamga operatsiyasiga berib yuborish. Uni ishonib o'ynashingiz uchun uni ichiga kirishingiz kerak. Uni ichida yashashingiz kerak. Nima yaxshi ko'raman? Chunki men kirib ko'rganman u narsa ichiga. O'zim tasavvur qilib ko'rganman. Mana shunaqa bo'ldi ham deylik. Aka, kechqurun yotganingizda uxlashga yotayotganingizda kun davomida o'tgan narsalaringizni bir analiz qilib chiqasiz. To'g'rimi? Analiz qilasiz. Bir insonning hayoti mana ertaga u inson bo'lmay qolishi mumkin. Biznesingiz mayli bugun bo'lmasa ertaga baribir yana tirishqa olsangiz bo'ladigan narsa-ku. Bir insonni hayotini saqlab qolish bilan taroziga qo'yadigan bo'lsangiz va oxirgi borligingiz narsangiz. Uni misol uchun oxirgisi emas u bolaniki. Ko'ryapsiz-ku, yashash qanaqasi yaxshi. Puli oxirgisi. Taroziga qo'yib ko'rib, men aktyor bo'lsam ham bu narsani his qilib, bu narsani ichimdan o'tkazib, keyin o'ynaganman. O'shaning uchun ishonarli chiqqan bu narsa. Qaysi rolda yashagan bo'lsangiz, o'sha kinolar yaxshi chiqqan ekan. Albatta, shunaqa yashashga mana shunaqa vaziyatlar bo'lish kerak-da. Uni olib kirishingiz kerak. Qahramoningiz ichiga olib kirishingiz kerak. O'shaning uchun yana boyagi institutda ta'lim deb ayta olasizmi? Shunaqa ta'lim olishi, yutug'i, rolga tayyorgarlik ko'rishingiz, yondoshishingiz, uni ichiga kirib yana keyin qaytib chiqishingiz ham kerak. Chunki rolda qolib ketish ham mumkin-da, o'zingizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Bu shunaqa narsaki, kirib ozgina yashaysiz 3 kun. O'zingiz qanaqa edingiz o'zi hayotda? U esingizdan chiqib qoladi. Topolmay qolasiz o'zingizni, qolib ketasiz o'shanda. Lekin institutda o'shandan chiqishni o'rgatadi. Faryod 2 merosxo'r. Faryod 2 bu ham media film. Birinchisini ko'rganmiz, kassabob bo'lgan. Said Muxtorov rejissyori, Ubay akam uchun va o'zi proyekt menga yoqqan, media proyekt deb hisoblayman. Log'ki, ham drama, ham yumori bor. O'ziga yarasha. O'rta klassdagi film deb hisoblayman men buni. Lekin kassabob bo'lgan. Kassabob. Endi Said akamning u paytdagi hamma kinosi kassabob bo'lgan. Chunki ular xalqimizga yoqayotgan mavzularni yaxshi topishni bilardilar. Farhod va Shirin. Farhod va Shirin ham xuddi shu Faryodga o'xshagan men uchun ana o'rta klassdagi film, lekin bilasizmi, priyatniy tomoni bor. Menga Farhod va Shirinning yoqadigan tomoni bunaqa vaziyat ham, bu qiyin vaziyat bu. Bu umr anaqasi bozori deydimi? Kelajakda bir inson bilan hayotingizni qo'shib, u bilan har kuni mana ertalab turasiz, ko'zingizni ochsangiz yoningizda, ko'zingizni yumayotganingizda yoningizda, uyda ham birgasiz har doim shu umr yo'ldosh qidirish masalasida. To'ysiz, siz rozisiz, shunaqa bo'lish kerak ekan degan narsa. Uylanishing kerak, bolam, davay uylantiramiz. Hamma o'zbek xonadonida bor narsa. Endi uylanganingizdan keyin mehr uyg'onishi, ya'ni buni qahramonimni ko'ryapsiz-ku, biznes, hayotda nimadir karyera qilib ketayotgan bola, uylanish unga shu положенный narsa, qilish kerak degan. Unda sevgi, bir tuyg'u emas. Xotinim bo'lish kerak, bola chaqa qilishim kerak, qonunda shunaqa yozilgan. Bo'ldi, shunaqa fikrda uylanmoqchi bo'lib turibdi-da, betda ozgina taqdir nasibasi bilan Shirinni ko'rib qolyapti-da mana. O'zini upravlat qila olmayapti. Ya'ni u xohlamasa ham qalb tortyapti. Shunisi bilasizmi, bu ham aktyorlar maza qiladi unaqa narsadan, ham zritel, tomoshabin maktabdan chiqadi, shu temalardan o'tadi, hayotda yashaydi. Bitta hayotda bo'lib o'tadigan narsa. Buni hozir yoshlar kompot deb nomlaydi. Ya'ni sevib kasal bo'lib qolish deydi-ku. Har bitta erkak ham, har bitta ayol ham bitta shunaqa mavzudan o'tadi hayotda. Qalban bo'lsa ham o'tadi. O'shaning uchun menga bu film o'zgacha qadrli va albatta men Lolaga
katta minnatdorchiligimni bildirib qolaman. O'sha personaj to'g'ri topilgan, Shirin, business lady, ya'ni yevropeyskiy oilada katta bo'lgan, o'qimishli, o'ziga butun qiz, to'g'ri, ya'ni ibo, hayo, современный, anaqasi современный-da uni, u ibosiz, hayosiz emas, u iboli, hayoli, juda ham zamonaviy, yevropalashib ketgan. Bunaqa oilalar tiqilib yotibdi. O'zimiz Toshkentda mana eski shaharimiz bo'lsa, bu yoqda Darxon bor, bu yoqda Mirobod, Yakkasaroy tumanlari. Bilasizmi, o'zini slengi bor, o'zini tarbiya ko'rish, dunyo qarashi bor. Shuning uchun bu bor haqiqat. Odamni ikkilanib qolishi, bu kurashishi, menga qahramonimmi? Kurashchi yoqadi o'tdi. Qarang, u sevib qoldi, chidolmadi. Bu to'yga borib, ana qilaman deb borib etdi, shartda etdi. Men qara dedi, cho'zilib o'tiramizmi? Yosh bola emasmiz-ku. Men seni sevib qoldim. Bilib turibman, men senga ham yoqyapman-ki, soyuz zaключать qilaylik. Kelishamiz. Ha. Bilasizmi, shunaqa qilayotgan paytda bu yoqqa to'g'ri tushuntirib kelib, tayyor bo'lib kelganda, men yoqdan отказ eshitish bor-ku, men sen ustingdan kuldim o'sha anaqa qilganing uchun deganda jahli chiqib, buni yoqtirayotganini bilib turib, sezib turib, bunga og'riq beraman deb, bu yoqqa yana mayli deb qo'yish, ikkilanishlar bor-ku, odam sevib qolsa jinni bo'lib qoladi. Jinni bo'lib qoladi. Nima qilayotganini o'zi yaxshi bilmaydi. Kasakli qilishni boshlaydi. Ya'ni o'zi bilmagan holda o'zini уязвимый qilib qo'yadi. O'shanaqa qahramonligi uchun yoqdi menga. Baribir ham nima deydi, haqiqat anaqa topadi deydi-yu. O'shaning uchun film ham mediyniy, ham to'g'ri kimdir uchun o'rta klassdagi film, lekin kechilmali. U filmga yondashish, ishlash. Men miriqqanman, odam o'zini topsa, ayniqsa yigitlar o'zini topsa bo'ladigan film. Shunaqa. O'rnak bo'la oladigan film. Shu filmlardan keyin rostdan ham bir necha yil tanaffus qildingiz? Bir necha yil emas, debda 1 yil tanaffus qildim orasida. Keyin boshqa kinolarga o'tildi. Mayli, hozir ular haqida gapirmoqchi emasman. 101-reysda zo'r o'ynagansiz. 101-reys mana eng katta tanaffus qilgan filmim. Filmni syomka jarayonini o'zi tanaffus bo'lib qoldi. Chunki 101-reys aeroportda syomka bo'lyapti. Aeroportga kirish va chiqish katta muammo edi. To'g'ri. Hozir bilmayman qanaqa. O'sha paytlar ham muammo bo'lgan. 200 ta odamni birdaniga olib kirardi. Masalan, syomkangiz tugasa ham 9 soatdan keyin chiqish kerakmi? Hamma bilan birga chiqishingiz kerak edi. Ishingiz bo'lmasa ham o'tirishingiz kerak edi o'sha yerda. Misol, o'shaning uchun komanda yig'ilib kirib chiqardi, boshqa proyektda ishlashga haqqim yo'q deb hisoblardim o'zim. Chunki u xohlagan payt alo desa, biz o'sha aeroportda bo'lishimiz kerak edi. 4,5 yil meni vaqtim ketdi bu filmga. 6 oy biz o'qib, o'rganib, samolyot bilan yaqin tanishib, his qilishingiz uchun, pilot bo'lishingiz uchun, yana pilot bo'lish mayli, bular bor odamlar-da, prototiplarni biz rolini ijro etdik. Men Botir aka misol uchun, men o'ynagan personaj. Botir aka, ular mana televideniya orqali ularni ko'rsatuvga chiqqanlarini topdim, ularni mana shunaqa ko'rdim. O'zlari bilan tanishish nasib qilmadi. Men ularning xarakteridan yechaman, ozgina olaman. Faqatgina rejissyor oila a'zolari bilan suhbatlashgan, qanaqadir xarakterlarini, momentlari bu ta'riflash bilan qoldim. Ularni o'zlarini ko'rsatuv orqali ko'rdim. Ko'rsatuvdagi xarakterlari, anaqa vzgladlari, anaqalari prototip o'ynayotganingizda ertaga noto'g'ri o'ynab qo'ysangiz, siz xalqqa bir bor odamni noto'g'ri talqinda ko'rsatib qo'yasiz. Xolosi bu og'irlik, ustoz san'atkor deydi. Bu boshqacha og'irlik bu. Masalan, Zarxo'ja akamiz borlar mana, umrlari uzoq bo'lsin. 2 karra O'zbekiston qahramoni. Bunaqa odam почти yo'q. Bilasizlar, 2 karra O'zbekiston qahramoni. Birinchi qahramonlikni shu 101-reys anaqasida olganlar. Bu voqeadan keyin birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevichni shaxsiy pilotlari bo'lganlar. Ikkinchi qahramonlikni o'sha paytda bir sammitga ketayotganda, prezidentimiz sammitga Amerikaga ketayotganda bo'lgan voqeada juda bir 90% katastrofa voqeasida gapirib berdilar-da bizga. O'shanda ikkinchi qahramonlikni olganlar. Islom Abdug'aniyevichga axranani reglamenti bor. Bu yoqda opasniy zona, misol uchun chaqmoq, ob-havo, boshqa narsalar orqali to'g'ri o'ta olmasangiz, aylanib o'tish kerak bo'lgan joylari bor-da. Shunga sammitga 1,5 soatga kech qolar ekanmiz. Bunaqasiga o'tsangiz, hayot xavf ostiga tushib, xullas juda og'ir vaziyatda o'tmasligimiz 60 ga 40, 70 ga 30 deyishganda ham Islom Abdug'aniyevich biza hech qachon kech qolishimiz kerak emas. Nima xavf bo'lsa ham o'sha mamlaqasiga yuramiz degan anaqada Zarxo'ja akamga
kirgan ekanlar-da, yetgan ekanlar. Shuni olib o'tsang, qoyil qolaman deb mana shunaqa qilib xullas voqea qisqacha qilib aytib beryapman men. Shuni olib o'tgan ekan. Shu olib o'tgan ekanlar-da, kech qoldirmasdan o'sha OONni sammitiga o'z vaqtida yetib borilgan. O'shanda ikkinchi marta qahramonlikni olganlar. Shunaqa, bunaqa insonlarni bilasizmi, bundoq realizovat qilib prototip bo'lib o'ynab berish bu oson narsa emas. Keyin qanaqa qabul qilgan oila a'zolari? Voy, u katta maqtovlar premyeradan keyin katta mana Hoshim akam, rahmatli Sarxo'ja akamni ifodalaganlar, mana Samiddin Lutfullayev, masalan, men Botir akam, bu komanda bo'lganda bular kinoni ko'rganlar yaxshi tushunadi. Biza bo'lgan voqeani ishonaveringlar, oxirigacha ham ochib berdik deb hisoblanmaydi. Endi bilasizlar, maxfiy etilmaydigan narsalar bor, boshqa narsalar bor, davlatning o'zini sekretlari bor. Bizni qo'ldan kelgancha mana rejissyor, prodyuserlarning ishi bu yerda katta, ma'lumotlarni olish, ruxsatnomalar qilish, aeroportdagi syomkalar, biz faqat ifodalar berganmiz. Ya'ni bu ansamblda, o'shaning uchun eng birinchi o'ringa qo'yadigan filmim juda katta qiyinchilik bilan bo'lgan. Men uchun Hoshim akam xotira bo'lib, ustozim bilan yelkama-yelka 4 yil kabinada o'tirib birga ishlaganim. 4 yil deganda har kuni 4 yil borib yurmaganmiz. Samolyot xuddi o'sha samolyot, shu voqeada ishtirok etgan samolyot bo'lgani uchun bizga o'shani berishgan. Boshida dekoratsiya qurishganda, dekoratsiyada syomka qilib ko'rishgan. U bu voqeaga to'g'ri kelmaganda, shundan keyin qaror chiqarib, Uz Airways yordamida, misol uchun, aeroportda o'sha xuddi o'sha samolyotni o'zi, uni raqami ham bor. O'sha kuni uchgan, o'sha katastrofada ishtirok etgan samolyotni syomka qilganmiz. Bu ham katta tarixiy voqea deb hisoblayman. O'sha kabinada o'tirganman, o'shalar ashushat qilgan narsani ashushat qilganman. O'sha yerda Nyu-Yorkda turib bu samolyotni kutayotgan pilotlar bizga ustoz bo'lib o'rgatishgan. Misol o'shaning uchun nima deydi? Biz ko'p vaqt ketkizdik bu filmga, juda katta mehnatlar ketdi. Qish, yoz, bahor, kuz. Samolyot konserva bankadagi temir-ku. Yozda syomka paytida uni yoqib qo'yib, konditsionerlari ishlamaydi. Uni ichi hammom bo'lib qoladi yozda. Qishda muzlab qoladi ichi. Tushunasizmi? Uni yoqsangiz tonnalab benzin yeydi-ku. Uni yoqib qo'yib, syomka qila olmaysiz mashinadagi. O'shaning uchun juda o'ziga yarasha anaqa bo'lgan. To'g'ri, ani buksirovkalarda yurganmiz, ozgina u yoq bu yoq o'qigan paytlarimizda, misol uchun, ani katta pilotlarimiz пересдача ekzamenlar topshiradigan joylarida biz ham kirib, qoyillar qo'yganmiz. Men uchun ham qiziqarli, ham mehnat talab qilingan aktyor sifatida juda chuqur ishlangan va bilasizmi, har bir erkak asosiy yana bir urg'u beriladigan har bir bolacha kim bo'lasan desa uchuvchi deydi. To'g'ri. Bilasizmi? Yana bitta orzuyimga erishib, yana bitta orzuyimga erishib olganman. Mana aktyor bo'lib, kichkinagina yoshlikdagi orzuyimga erishish bu ham men uchun uchuvchilarning haqiqiy hayotiga kirgan. Shunaqa forma o'zimda, menga tuhfa qilingan O'zbekfilm tomonidan Firdavs Feridunovichdan so'rab o'zimga olib qolsam maylimi, menga qadrli bo'lib qoldi. Chunki men uchun tikilganda u, meni o'lchamlarim olinib, meni figuramga moslab tikilgan. O'zimga olib qolganman, butunli komplekti bo'yicha olib qolganman. O'shaning uchun bu filmni qanaqadir ko'rsatuvimi, premyerasimi nimadir bo'lsa, hammamiz kiyib boramiz. O'sha yerda ishtirok etganlar. Hozir ham mana kiyimlarimni u yoqqa bu yoqqa olganimda formaga ko'zim tushadi-yu, bir men uchun bitta yana xotiraga kirib, yana aylanib chiqaman o'sha yerdan. Va bu film endi 3-chi tomonini aytadigan bo'lsak, juda ham ko'p международный, ya'ni xalqaro kino festivallarda nufuzli o'rinlarni egallab kelgan. Masalan, ko'p festivallarda o'zim bo'lganman. O'sha yerda o'tirgan barcha tomoshabin yig'lab chiqqan bu filmdan. To'g'ri. Hammasi qoyil shu bo'lgan voqeami va eng maza qilgan joyim o'zimizning xalqaro Toshkent xalqaro kino festivalida Yelizaveta Boyarskaya keldi oldimga. Это же вы, да, в 101-м рейсе играли, да, desam, отличный film deganda, bu bilasizmi, Rossiya xalq artisti-da, Yelizaveta Boyarskaya. Eng nufuzli aktrisalardan, top aktrisalardan men kompliment eshitdim. Men uchun e'tirof qilgani uchun men juda xursand bo'lib ketdim. O'ylaymanki, bunaqa ko'p joylarda bu e'tirof bo'ldi bu film. Yaxshi nufuzli o'rinlarni egallab keldi. Bu qilgan ishlarim ichida eng haqiqiy jiddiy filmlardan bittasi bo'ldi. Eng menga yoqadigan top 1 filmlarim ichida shu
keyingisi oqibat, keyingisi o'yin ichida o'yin, keyingisi anaqa Fotima va Zuhra ikkinchi qismi va shunaqa qilib ketaveradi. Mana Farhod va Shirin bu bo'lib 40 tacha kinoda o'ynagan ekanman shu paytgacha. Shunaqa. Mana har birini gapirsak, mana shunaqa gapimiz ko'payib ketaveradi. Ko'rsatuvinglarga sig'sa bo'ldi. Umid aka vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Joningiz sog' bo'lsin. Va sizdan yana yaxshi ijod namunalarini kutib qolamiz. Balki u katta kino ekranlarida bo'lmas, balki qanaqadir platformalarda bo'ladi. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham hozir o'sha tajriba bor, ko'rinish bor, mahorat bor. Sizdagi aktyorlarga ehtiyoj bor-da. Hozir men bir narsa ko'rsatuvlar orqali va'da berib ketaman. Va'da qilamiz. Nafaqat men, xudo xolasa o'zimning kasbdoshlarim, ya'ni Ulug'bek Qodirov, Bekzod Tojiyev, Boston Rahmatov, Ulug'bek Yunusov, men o'zi hozir bitta jamoani yig'ib bitta konkretniy film qilmoqchiman. Bu narsa uchun bizga nima deydi, bizani qo'llab-quvvatlaydigan katta kompaniya kerak. Ha. Biz endi katta yigitlar bo'lib qoldikda. Hammamizni vaqtimiz ketadi bu narsaga, boshqa qiladi. Katta yangi mana vatanimizda rivojlanayotgan ishlab chiqaruvchilar, katta kompaniyalar, quruvchilar, misol uchun katta kompaniyalarga ozgina ko'rinish berish, o'zini tanitib olish juda ham muhim. O'ylaymanki, biz bir-birimizni topsak, yaxshi proyekt qilamiz, lekin zritelga va'da berib qolamanki, albatta nima bo'lishidan qat'iy nazar ijod qilishni to'xtatmaymiz.